Yuksak vatanparvarlik va jasorat maktabi sifatida e'tirof etilayotgan Harbiy akademik litseyda bugun o'quvchilar xalqimizning ma'naviy, ma'rifiy qadriyatlari, madaniyati va urf-odatlariga chuqur hurmat ruhida tahsil olishyapti. Dars va amaliy mashg'ulotlarda ularda halollik, sadoqat, fidokorlik singari shaxs sifatlari, shuningdek milliy g'urur tuyg'ulari mustahkam shakllantirilmoqda. Bu yildan muassasaga qizlarning qabul qilinishi esa yuragida vatan ishqi doimo ustun turishini, sharafli kasbida namoyon qilishga shay matonat egalariga katta imkoniyat bo'ldi. Mana ikkinchi oyki zamonaviy auditoriyalarda o'quvchi qizlarga keng dunyoqarash, intellektual salohiyat, ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalari berilmoqda. Ularda tabiiy va aniq fanlar, xorijiy tillar va zamonaviy axborot texnologiyalari bo'yicha mustahkam bilimlar shakllantirilyapti. Shuningdek, nozik xilqat egalariga harbiy ishdagi boshlang'ich bilimlar o'rgatilyapti. Temurbeklar maktabi Harbiy akademik litseydagi tahsilimizni birinchi bo'lib bu yerga maktab ochilganini eshitib, men xursandligimdan o'sha yerga topshiraman degan qarorga keldim va bu yerga keldim. Bizni maktabni hududini aylantirishganda barcha sharoitlar yaratilganligini ko'rib, men bilimimni yanada mustahkamlashga harakat qildim. 9 yil mobaynida yig'ib kelgan bilim va ko'nikmalarimni bu yerga kelib mustahkamlayapman va men bundan juda ham xursandman. O'qituvchilarimizga, barcha bu yerdagi serjantlarga rahmat aytib qolaman. Sharoitlardan biz juda ham xursandmiz. Bizga bo'lgan ishonchni albatta oqlaymiz. Darslarda notiqlik va yetakchilik hislatlari chuqur singdirilsa, amaliy mashg'ulotlarda qizlarga mohirlik va intizom, birdamlikda aniq harakatlana olish qobiliyatlari namoyon bo'lyapti. Jismonan rivojlanganlik, chidamlilik, mard va jasur, chaqqon, qat'iyatli, zukko, oqila va mohirlik kabi hislatlarni har bir xatti-harakatlarida sezasiz ularning. Bu fazilatlarni o'zlarida jam qilgan jasorat egasi vatanning haqiqiy tayanchiga aylanadi. Ta'lim muassasamizda tashkil qilingan har bir o'quv darslarimizda o'ziga xos metodikalardan foydalaniladi, interfaol usullardan foydalaniladi. O'quvchilarga qiziqarli tarzda darslar yetkazib beriladi va bu o'quvchilarimizda qiziqish uyg'otadi va natijada o'quvchi yoshlar kelajakda qaysi sohani egallashi va qaysi soha orqali vatanga xizmat qilishini belgilab olishadi. Kimdir iqtisodiy sohani egallasa, kimdir harbiy sohani egallaydi. Aksariyat o'quvchilarimizning ko'pchiligi bilamizki, harbiy ta'lim muassasalariga qiziqishadi va harbiy sohalarni tanlab o'zlari qiziqqan yo'nalishda yutuq bir mutaxassis bo'lishiga Temurbeklar maktabi asos bo'lib beradi desak adashmagan bo'lamiz. Temurbeklar maktabida turli sport mashg'ulotlari, musobaqalar va qiziqarli bellashuvlar, noan'anaviy darslar o'quvchilarning mahorat va iste'dodlarini namoyon etishga chorlayveradi. Bolaligimdan sportga qiziqqanman. Sportning tekvando, qo'l jangi, kickboksing sport turlari bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Yaqin sentabr oyida men O'zbekistonda ilk bora bo'lib o'tgan kickboksing sport turi bo'yicha Jahon chempionati kubogida faxrli 3-o'rin egalladim. Bu yerga kelganimdan maqsad men intizom va mas'uliyatni his qila boshladim. Chunki Harbiy akademik litseyga kirish orzuyim edi mening. Bu yerga kelib, jismonan chiniqishimni oshirgan holda men sportla haykido va qo'l jangi sport turi bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Bu ta'lim dargohiga kelib men guruh bilan ishlashni va guruh bilan hamkorlikni o'rgandim. Jamoaviy faoliyat qanaqa ekanligini his qildim. Shijoat, ildam harakat va muvaffaqiyat, oldiga aniq maqsad qo'ygan qizlarni jamoada, tengdoshlari orasida ana shunday ishtiyoqi kuchli. Har bir kun ularning jismoniy faolligini oshirib, iroda va matonatini toblab, jangovar tayyorgarligini oshiryapti. Yetakchilik xususiyatlarini rivojlantirmoqda. Eng muhimi, sinovlar ularning tafakkurida ona vatan himoyasiga shaylikni mustahkamlashga xizmat qilyapti. O'g'il bola o'quvchilar bilan birgalikda harbiy o'quvchi qizlarni ham o'ziga yarasha sal xususiyatlari bor. Biz bunga bular bilan yondoshib ishlayapmiz, psixologik ishlarni olib boryapmiz. Ularni shu harbiy litsey o'quv faoliyatiga moslashuvlarini ta'minlashda nafaqat psixolog, bu yerda pedagoglarimiz, harbiy komandirlarimiz, butun jamoamiz bilan birgalikda ishlar olib boramiz. Hammasi mamnun o'qish faoliyatidan, hammasi oxirigacha o'qiymiz degan fikrlarni bildirishmoqda va ular bilan biz diagnostika ishlari asosida, demak, korreksion ishlarni ham olib bormoqdamiz. Endi korreksion ishlar deganimizda ularning ruhiy holati o'zi barqaror, yaxshi, hammaligi ularni o'sha diqqatlarini rivojlantiruvchi, xotiralarni rivojlantiruvchi, bir stressga bardoshligini oshiruvchi, demak, trening mashg'ulotlarini ham amalga oshirib kelmoqdamiz. Temurbeklar maktabida yigit-qizlar tomonidan egallanayotgan yuksak kasbiy mahorat esa bularning barchasini o'zida umumlashtirmoqda.